Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. İstanbulda 1 fevral günü Xitoy amaldorlarini Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jazolashga aloqador chaqirilgan axborot e'lon qilish yig'ini shu kundan boshlab turk va chet el axborot vositalarida orqa-orqadan xabar qilinmoqda. AINI xabar kanalining 3 fevraldagi xabarida Sharq Turkiston Surgundi hukumati Beijing qishloq olimpik tantana musobaqasi boyqut qilinayotgan mezgilda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy amaldorlarining jinoyatini tekshirib jazolashni talab qildi dedi. Xabarda Sharq Turkiston Surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining advokatlari 2020 yil 6 oyda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sungan edi. Dünya Türkleri Yardımlaşış ve İttifaklaşış Cemiyeti, Şarkı Türkistan Surgundi Hükümeti, Şarkı Türkistan Milliy Uyg'unish Teşkilatı ve davaga mas'ul advokat Rodney Deksun başçılıqidagi advokatlar gruppasi Zaytunburnu'ndagi bir mehmonxonada axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Şarkı Türkistan Surgundi Hükümetining bayonotida İstanbuldagi Şarkı Turkistonliklardan dalil isbot yig'ish uchun kelganligi bildirildi. Axborot e'lon qilish yig'inida Şarkı Turkiston Surgundi Hükümetining bosh ministri Salih Xudoyerning Türkiye'ni öz ichiga olgan xalqarodagi davlat hukumatlaridan Sharq Turkiston Surgundi hukumatining xalqaro sud mahkamasiga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan sungan davosini qo'llashni, Turkiya hukumatining xalqaro adolat mahkamasida Xitoy ustidan parallel da'vo etishini, Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishini, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besilingan zamin deb e'tirof qilishni talab qilgan ko'rishga sunildi. Davaga mas'ul advokat Rodney Deksun Tojikistondagi Uyg'urlarning 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan oraliqdagi oziyish nisbatining 85% bo'lganligini, 4 qatimliq dalil isbotlarning bir necha haftadan keyin sunildiganligini aytdi. Agar tekshirish boshlansa, buning O'rta Osiyodagi tunji o'rniki bo'lganligini bayon qildi deyildi. Amerika mutaxassislari Amerika Afg'onistondan chekinib chiqqandan keyin O'rta Osiyo strategiyasini qaytadan o'ylash kerakligini aytdi. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Leslie Vigori Amerika Afg'onistondan chekinib chiqqan bo'lsa-mu, O'rta Osiyoning yanada strategik muhimligini aytib, nurg'un ishlar necha 10 yilda o'zgardi, ammo bizning bosh nishonimiz yanada o'xshash: egilik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligi. Ko'p xillik demokratik hokimiyat, erkin va gullangan jamiyatning asosi. Biz qonun bilan idora qilishni, kishilik huquq va demokratiyaga hurmat qilishni ilgari surib, chirilikka qarshi turamiz. Rayon hamkorligi 5 davlatning Xitoy virusi, klimat o'zgarishi va dezinfeksiya tashviqoti qatorliq ko'p xil masalalarni texmo unumli bir taraf qilishiga yordam beradi dedi. Vigoyer yaqinda o'tkazilgan Amerika Tinchlik tadqiqot o'rni munbirida Qozog'iston, Tojikiston va Turkmenistonni o'z ichiga olgan O'rta Osiyodagi davlatlarning Kabul Talibanning kontroliga o'tgandan keyin bexatarligiga texmo ko'ngil bo'lganligini aytdi. Amerikaning Qozog'iston va Tojikistonda turishliq sobiq bosh elchisi Richard Hoagland Washington demokratiya va iqtisodiy taraqqiyot to'g'risida ochiq-oshkora so'z qilsa-mu, Rossiya va Xitoyning bu rayondagi ta'siriga taqobil turishga ahamiyat beradiganligini chondurmaydi dedi. Hoagland Amerikaning hokimiyat yuritish va kishilik huquq masalasiga bo'lgan andishining Washingtonning rayon bilan bo'lgan munosabatini chekindirishiga sababchi bo'lmasligini chaqiriq qildi. Janubiy Kaliforniya universiteti kishilik huquq professori Steve Svirlow Amerika ovozi radiosining ziyoratini qabul qilganda Amerikaning yaqinqi yillardan buyon kishilik huquq va demokratiyani qo'g'duvchi salohiyatining buzilganligini, ammo Afg'onistondan chekingandan keyin O'rta Osiyoga bo'lgan qimmat qarashni asliga keltirishi kerakligini, Magnitskiy jazo qonunini O'rta Osiyoda yo'lga qo'yish kerakligini o'tirg'a qo'yib, Washington Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan foydalanib O'rta Osiyodagi kishilik huquq masalasini o'tirg'a qo'yishi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining a'zolari sifatida O'zbekiston va Qozog'iston bilan mas'uliyati haqida suhbat olib berish kerak dedi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer efendi bununla inkos qaytarib, Sharq Turkiston O'rta Osiyoning bir qismi bo'lib, xalqi O'rta Osiyo Cumhuriyatlari xalqlari bilan madaniyat, til va etnik jihatda o'rtoqlikqa ega. Amerika cho'qim Sharq Turkistonni yangi O'rta Osiyo strategiyasiga kirgizish kerak dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining boshlig'i Olimpik tantana musobaqasiga qatnashishdan voz kechish talabini rad qildi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakili Lida Thomas Greenfield
Antonio Guterres'qa Olimpik tantaribiya musobaqasiga qatnaşmaslik orqali Sharq Turkistonda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishni ifodalash uchun besim ishlatgan bo'lsa-mu, u buni rad qilgan. Hatto inson haqlari dafsanchiligiga bo'lgan andishalarini tilga olishni talab qilsa-mu, bu haqda bir narsa demagan. Amerika Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Guterres nihoyatda ehtiyotchan turib sukut qildi. Bacheletning bayonotchisi Robert Colville 2021 yili 10 dekabr muxbirga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishiga aloqador doklatining bir necha hafta ichida e'lon qilinishi mumkinligini aytdi, ammo hozirgacha e'lon qilinmadi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotlarining aytishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Olimpik tantaribiya musobaqasiga sohibxonlik qiladigan Xitoyning xalqaroning ayblashi oldida nomus qilishidan saqlab qolishni maqsad qilgan. 1-oyning 28-kuni Colville bu dokladning Olimpikdan burun e'lon qilinmaganligini jazmlashtirdi. Guterres o'zining qarorini oqlab, Thomas Greenfieldga o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldingi qatordagi davlati bo'lgan Xitoyni ranjitishga qurbi yetmaydiganligini uqtirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti axborotining xabariga qaraganda, uning ziyorat jarayonida ommaviy nutq so'zlash plani yo'q. Uning Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishmasligi aniq emas. Guterres oldingi oyda muxbirga Olimpik tantaribiya musobaqasi intayin muhim bir faoliyat. Bu tanarkatning kishilarni yig'ish va tinchlikni ilgari surishdagi roliga simvol qilingan faoliyat. Mana bu keskin orqa ko'rinishda va hech qanday siyosiy o'lcham bo'lmasa, men ochilish murosimiga qatnashishni o'ylayapman degan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bayonotchisi Farhan Haq Guterres Olimpik tantaribiya musobaqasini o'xshamagan madaniyat, din va millat o'rtasidagi ittifoqlik, o'zaro hurmat qilish, hamkorlikning muhim ifodasi deb qaraydi. Olimpik g'oyasini biz cho'qim qadrlashimiz kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qimmat qarashi bilan intayin mos keladi degan. Xitoy Olimpik tashkiliy hay'atining bosh direktori Xalqaro Olimpik komiteti nizomnomasining 50-moddasidagi har qanday olimpik maydoni va rayonlarda har qanday namoyish yoki siyosiy, diniy va irqiy tashviqotga yo'l qo'yilmaydi degan nizomni naql keltirib, tantaribiyani siyosiylashtirish olimpik nizomnomasiga qarshi turadigan ishlarning biri dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, shundoq qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi harakat qilmaydi. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy amaldorlari ustidan sungan arzini qo'llashi, Xalqaro sud mahkamasini Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishga da'vat qilish kerak dedi. Breitbart xabarlarida aytilishicha, Saudiya Arabistoni Xitoyga yuqori darajalik diplomatlarni avatib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni himoya qilgan. Saudiya Arabistonining tashqi ishlar ministri Shahzoda Faysal bin Farhan Al-Suad 2022 yili Xitoyni ziyorat qilgan tunji yuqori darajalik diplomat bo'lib qoldi. U Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, Wang ta'riflagan yuqori darajalik Xitoy-Saudiya Arabiston universal strategik sheriklik munosabatini muzokara qildi. Xitoy davlat axboroti Saudiya shahzodasining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llab tabriklaganligini keng ko'lamda xabar qilsa, Saudiya axboroti Xitoyning islomni yo'qotish uchun yurgizayotgan chekidan oshgan siyosatini maqtaganligini xabar qilmadi. Saudiya Arabistonining bu yuqori darajalik amaldori Xitoy davlat amaldori bilan Paris qo'ltiqi davlatlari vakillari orasida ilib beriladigan suhbatga qatnashishni kutmoqda ekan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Saudiya Arabistonining muhim bir islom davlati bo'lish sifati bilan atalmish Xinjiang masalasida adolat tarafda turganligini aytdi va Xitoyning ichki ishlariga aralashmaganligini madiylaydiganligini, Xitoyning 2022 yillik Olimpik tantaribiya musobaqasini o'tkazishni qo'llab-quvvatlaganligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Shahzoda Faysal bin Farhan Al-Suad Xitoyning Hong Kong, Sharq Turkiston va Tayvan masalasida to'g'ri pozitsiya tutganligini, bir Xitoy prinsipida ching turib, Xitoyning zamin butunligiga hurmat qildiganligini alohida ta'kidladi. Bin Salman ko'p yillardan buyon Saudiya Arabistonini Xitoyning orbitasiga olib kirishga tirishgan. 2019 yili Beyjingni ziyorat qilib, Xitoyning atalmish terrorizmga va asabiylikka qarshi turish tadbirlarini qo'llanish orqali
davlat bexatarligini qo'g'dash huquqini hurmatlaydiganligini bildirib, biz Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga tayyormiz degan. O'tgan oktyabr oyida Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandining dadasi ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda Xitoyning yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining oxirlashishi uchun duo qiling degan xat yozilgan maykini kiyganlik uchun Saudiya Arabistoni Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni buzg'unchilikqa uchratdi deb tutqun qilgan. Amerika fuqarosi ekanligi aniqlangandan keyin qo'yib o'tgan. Hürlük bo'lmagan yerda o'lim va halokat bordir. Hürlük ilgirlash va taraqqiyotni tug'di. Hürlükka mustaqillik orqali, mustaqillikqa xalqning irodasi, qarori va tirishchanligi orqali erishiladi. Davlatning egilik huquqi uchun hamma narsani taqdim qilish vijdon va sharaf burchidan iborat. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögünanlar için köp rahmet. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.